Yeb turishini ko'ryapsizlar, yeyishga gap yo'q. Mana oddiy pres yeb turibdi. Mana quruq somon preslar. O'tizlarimiz. Hozir obzorni qilishni boshlaymiz. Yeb-ichishlar ko'rib tursa garantiya bo'ylari. O'sha orqa tarafdan ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari 1.20 plyusovoy ketadi, 1.20, 1.25, 1.30 gacha bor. Okey. O'zbekda Green Ford bo'ladi, mana. Orqadan ko'ryapsizlar, zo'r. Orqalari. Mana bu yerda 5 bosh bor, 2 bosh yo'qda. Xo'sh, bir joyga olaman desizlar, bir joyga ham akamiz kelishtirib beraman dedilar. 30 deyapti, anguzimiz 34 million bo'ladi, 34 million bo'ladi. Bo'ylari buni ham 1.20 plyusovoy. Mana yeb-ichishlarga gap yo'q. Xo'sh, buni singlisi bor. Mana bu yerda g'unojunchamiz bor. Mana g'unojunchamiz sotiladi. Ham angus. Xo'sh, zot olaman desangizlar, angus g'unojun hech qayerda yo'q. Mana akamiz arzondan qaytib qo'ydilar, o'tazda. Buni ichkariga kirish sharoit bo'lmadi. Xo'sh, bo'ylari buni ham 1.15 ketadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli do'stlar. Chorva ishqibozlari sizlar uchun foydali video chiqarishda davom etamiz. Bugungi videomiz Buxoro viloyati Jondor tuman Samonchiq qishlog'idan bo'ladi. Dehqonlardan, egalarining o'zidan xo'sh 7 bosh ho'kizchamiz sotiladi. Zotdor ho'kizlardan yemga tayyor varianti. Nasib bo'lsa obzorni qilib o'tamiz. Bugungi so'miz 27 aprel 2026 yil sanasiga bo'ladi nasib bo'lsa. Xo'sh, dehqondan bo'ladi. Oladiganlar bo'lsa bemalol. Xo'sh, aloqaga chiqarasizlar. Mana akalar, nasib bo'lsa mana shu ho'kizlarimiz sotilyapti. 7 bosh bo'ladi. Bular Green Ford zot dormonlardan bo'ladi. 100% Green Ford. O'zi Green Ford boqqanlar biladi. Mana akalar. Xolasa shoxligidan, xolasa to'qil variantdan yeb turishini ko'ryapsizlar. Yeyishga gap yo'q. Mana oddiy pres yeb turibdi. Mana quruq somon preslar. Mana o'tizlarimiz. Hozir obzorni qilishni boshlaymiz. Yeb-ichishlar ko'rib tursa garantiya bo'ylari. O'sha orqa tarafdan ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari 1.20 plyusovoy ketadi, 1.20, 1.25, 1.30 gacha bor. Okey. O'zbekda Green Fordlarimiz. Akamiz olgan ekanlar, sotaman deydilar. 7 bosh bor ekan bu yerda. 7 bosh. Bo'ylarni aytdik, yoshlari 1 yoshar atrofida, 1 yoshar 2 oy shunday. Mana bular. Xo'sh, azizlar, yeb-ichishlarni aytdik, emlashlari ham qilingan, hamma ishlari. Xo'sh, kasalliklarga qarshi Demrattit deyiladi. Xo'sh, og'iz og'riq, hammasiga emlash qilingan. Nasib bo'lsa, orqa tarafdan ko'rsangiz, bu 5 tadan tashqari yana 2 tamiz bor, 2 ta angus bor. Xo'sh, aka singil anguslar ham bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, chorva o'zlari dehqon uydan bo'lyapti. Mana bu yerga отдельно angus buqamiz ham bor, mana bu yerda ko'rib turibsiz, angus buqamiz ham sotilyapti. Bular ham bo'ylari shunday yemga tayyor variantda. Yana bu shved bular sotilmaydi, bu yerda angus buqamiz bor. Shu ko'rib turibsizlar, ichkariga ham kirib ko'rsataman orqa tarafdan. Xo'sh, buni narxini 34,5 million deyaptilar. Angusimiz 34 million bo'ladi, 34,5 million bo'ladi. Bo'ylari buni ham 1.20 plyusovoy. Mana yeb-ichishlarga gap yo'q. Xo'sh, buni singlisi bor. Mana bu yerda g'unojunchamiz bor. Mana g'unojunchamiz ham sotiladi. Ham angus. Xo'sh, zot olaman desangizlar, angus g'unojun hech qayerda yo'q. Mana akamiz arzondan qaytib qo'ydilar, o'tazda. Buni ichkariga kirish sharoit bo'lmadi. Xo'sh, bo'ylari buni ham 1.15 ketadi. Mana 1.15. Narxi 24 million aytibdilar bu narxini. Mana akalar, 24 million narxi bo'lyapti. Yani kirishadigan joy bor, xayriyatlarda kelaverasizlar. Hozir buqalarni orqa tarafdan ko'rsatib ichkariga kirib. Olaman desangizlar, yana bir joyga yana kelishlar akamiz aytibdi. Kelishamiz deyaptilar, ichkariga ham kiramiz. Mana akalar, orqa tarafdan ko'rsatib o'tamiz bir boshdan buqalarni.
Korobka orqalarini ko'ryapsizlar, bir xil. To'rt burchak tushgan stakan tuyoq orqalarimiz. Mana. Bo'ylari bashli bir xil, 1.20 pilsoy ketadi, 1.30 gacha. Mana. Narxlari 31,5 milliondan 34,5 milliongacha bo'ladi. O'zi ham eng kichigi mana shu bo'lsa kerak. Orqasi lekin to'la tax bo'lgan. Yana olib yemlasangiz bo'ladi. Bu o'sadigan mollardan. Greenford 100 ga 100 Greenford bo'ladi mana. Orqalarini ko'ryapsizlar, zo'r. Orqalari. Mana bu yerda 5 bosh bor, 2 bosh u yoqda. Xo'sh, bir joyga olaman desizlar, bir joyga ham akamiz kelishtirib beraman dedilar. 32,5 milliondan 7 tasini bir joyga olsa qilib beradilar. Atak addin olsangiz ham bor. Mana shu eng kichigi shu bo'ladi. 31,5 million deyaptilar unisini. Xo'sh, dalshi bu yog'i ketadi. 34 million. Xo'sh, anguzimiz bu, anguzni aytib ketdik. Anguzi buqasi 34,5 million bo'ladi. Uni ham bo'yi 1.15 dan yuqori 1.20 plyusavoy. Xunojunchani, anguzi xunojunchamiz 24 million bo'ladi. Unisi ham olsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Egalaridan, dehqon uydan hech qanday olib sotar, nima yo'q bu yerda. Sottor mollarimiz. Mana yebchi gap yo'q, ko'ramiz, quruq somonni yeb turganda odamda kepak bilan suyuz berilyapti. Mana shu turish yegan bular. Kepak, xo'sh, suyuz. Hali kunjalaga o'tmagan. Mana shu narsada boqilib turibdi. Bo'ylarni aytdim, bir xil standart. Hudud standartlari bir xil terilib qo'yilgan. Bo'yga qarab arzon qilamiz. Oladiganlar ekan pastiga telefon nomer qo'yib o'tamiz. Aloqa chiqsangiz bemalol mana. Mana ular haqiqatan ham aytganimizda kunjala unda onasi yemagan. Kepak, somon, suyuz. Mana. Yeb turshi. Mana bu qadar. Zottor o'qada 100 ga 100 Greenford bo'ladi akalar bular. Xo'sh, hozir chetdan ham kirmayapti, xabarlaringiz bo'lsa kerak mollarimiz. Tayyor variantdan oladiganlar bo'lsa bemalol telefon qo'yaverasiz mana. To'qol variantdan, Greenfordni to'qoldan. Shoxli kelsa shoxligida ham bu. Anguzimiz ham bu. Hammasi ham bu. Telefon nomer ekrani pastiga bo'ladi, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Modlar tavsiya qilaman, zo'r mollar akamizni. Xo'sh, hech qanaqa kasal ham bo'lmagan, emlashlar ham qilingan. Dehqon o'zdan bo'ladi akalar, yeb ichishni ko'ryapsizlar, zo'r. Ma'lumotlar mana shunaqa bo'ladi akalar, chiqsangiz bemalol aloqaga chiqasizlar. Xo'sh, adres Buxoro viloyati, Jondor tuman, Samonchiq qishlog'ida bo'ladi. Ekran pastdagi nomerga aloqa qilsangiz, lokatsiya tashkil etamiz, kelasizlar, ko'rasizlar o'zlaringiz. Qo'yaverasizlar. Marhamat.